Bolalar massajisti bo'lmoqchimisiz? Unda sizni navbatdagi bolalar kasalliklari bo'yicha o'quv kursimda kutib qolaman. Bolalar ortopedik va nevrologik kasalliklarni davolash, bo'yin qiyshiqligi, displaziya, vivih, podvivihni, X-obrazniy, O-obrazniyni, umurtqa pog'onasi kasalliklari, elektroforez qo'yishni, parafin qo'yishni va nevrologik kasalliklar bo'yicha DTP, mikrosefaliya, gidrotsefaliya, autizm, ZPR kasalliklari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Logo massajni ham o'rganasiz, gidrovanna darsliklari ham bor. Undan tashqari sizlarga bonus sifatida enerezni davolash va gijja terapiyasini o'rgataman. So'ngida test imtihonlarini topshirasiz. A'lochi shogirdlarimga qizil diplom va 2 sertifikat bilan taqdirlayman. Bu bilan siz ishga joylashishingiz va o'z farzandingizni davolashingiz mumkin. Sizlarni kursimda kutib qolaman.